Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 7-aprel kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. AnjirPay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzcard va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari, 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. AnjirPay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. 1 AQSh dollari 12.175 so'm 34 tiyin bo'lib 4 so'm 67 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 14.063 so'm 74 tiyin bo'lib 15 so'm 14 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 154 so'm 29 tiyin bo'lib 1 so'm 99 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 26 so'm 19 tiyin bo'lib 26 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.